Obunachining izohi. Bilasizmi, soxta payg'ambarlar kimlar? Bu Pavlus va boshqalar. Masihiylik yolg'on, islom haqiqat. Chunki agar Muhammad alayhissalom soxta payg'ambar bo'lganida, u o'lib ketgan bo'lardi va islom tezda yo'qolgan bo'ladi. Axir haqiqat doim qoladi. Hozir esa islom masihiylik bilan kuchli raqobat qilmoqda. Do'stim, Pavlus va boshqalarning nima daxli bor? Axir Pavlus o'zini hech qachon payg'ambar deb atamagan. Haqiqat masalasiga kelsak, haqiqat qoladi. Faqat so'nggi hukmdan keyin haqiqatning o'zi qoladi. Agar nimadir bu dunyoda uzoq yashashiga qarab haqiqat deb aytsak, unda buddizm, krishnaitlik, hatto ateizm haqiqat bo'lib chiqadi. Axir ular ham asrlar davomida yashab kelmoqda. G'oya odamlar unga ishonar ekan va uni avloddan avlodga yetkazib turar ekan, yashayveradi. Raqobatga kelsak, masihiylik gunoh muammosini hal qiladigan, ruhdan tug'ilish beradigan, Xudoning huzurida barakasi, himoyasi, mo'jizalarda yashash va abadiy hayot kafolatini beradigan yagona e'tiqoddir. Haqiqatni izlang va unga ergashing, chunki haqiqat najot beradi. Izoh yozing, ulashing va obuna bo'ling.